Assalomu alaykum hammaga. YouTube kanalimizga har kuni kuzatib boruvchi obunachimiz kelgan ekan. Oyna ko'targich qo'ydirgan ekan. Quflagan oyna ko'taradigan blok. Hech qanaqa muammosi yo'q, yaxshi ishlatgan ekan. Qizil blokdan qo'yilgan. Akamiz yo'qmayotgan tomoni quflagan payti oynalarda nechadir sekund qolib ketib, keyin quflatgan ekan. O'sha uchun hozir ko'p obunachilarimiz aytayotgan narsa, oyna ko'targichda endi puldan qochmasalaringiz zo'rni o'rnatib beramiz. Mana kattaligi. Zo'r tomoni buni bitta ham sima kesilmaydi. Mana bunda kesilib ulanadi. Bunda kesilmay ulanadi. Hammasini to'liq uстановка qilib beramiz. Bittalab stikerlarni tiqib chiqamiz. Bu to'g'ri bu Cobaltga moslashtirib qilinadi bu narsa. Hamma simni hozir yechamizda qaytadan uстановка qilib zavodskiy holatga olib kelamiz. Stiker tiqiladigan qilib o'rnatib ko'rsatamiz. Ikkinchi videoda tayyor holatini ko'rsatib o'taman. Bularning narxlari haqida ham aytib o'taman bu blogimizda. Hech qanaqa muammo qilmay ishlasin desalaringiz, mana shu blokdan qo'ysalaringiz bo'ladi. Puli salgina qimmat. Gentra, Nexia 3, Spark, Cobalt hammasiga tushirib o'rnatib beramiz. Akkumulyator o'lib qolmaydi. Zo'r tomoni kulchatlar avtoda ishlaydi. Bitta bosaveramiz, tushib ketadi, bitta ko'taraveramiz, ko'tarilib ketadi. Tayyor holatini ikkinchi videoda qo'yib o'tamiz. Cobalt mashinasiga uni avtoblokni qo'ydik. Blogi shunaqa bo'ladi. Sifatga bitta yaxshi ahamiyat qo'yamiz. Hammasi izolyatsiya bo'lgan, hech qanaqa muammosi yo'q. Mana stikerga tushgan. Bitta ham sim kesilgan simlarni hammasini zavodga qo'yib qo'ydik. Bitta bosaveramiz, oyna tushib ketdi. Bitta ko'taraveramiz, o'zi ko'taradi. To'xtatmoqchi bo'lsak, yana qayta bossak to'xtaydi. 4 oyna ham avto ishlaydi, faqat chopper tomondan. Narigi tomondan tushib ketdi, orqa ham tushib ketdi. Quflagan payti ikkita oldi, ikkita orqani ko'tarib qo'yadi. Tushirdim. Zo'r tomoni, mashina haydab ketgan payti ham quflaymiz. Oynalar ko'tarmaydi, uch tomoni zo'r. Ochib qo'yamiz. Endi hozir quflab ko'rsataman. Quflaymiz. Ikkita oldi, barobar ko'taradi. Ikkita orqa. Birdaniga ko'tarib qo'ydik, ikkita oldi, ikkita orqa. Narxi uстановкасы bilan 550 ming so'm chiqadi. Sifatiga 1 yil garantiya beriladi. Hech qanaqa muammosi yo'q ishlaydi. Kimga shunaqa bloklar kerak bo'lsa, sotuvda ham bor. O'rnatib ham beramiz e'tibor uchun. Hammaga rahmat. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Yangiliklar hali oldinda.